Men bu kiyimimni yechmay kiyaman deb o'zi ham shunaqa yoqadi. Feruza Normatovaning uzoq kutilgan Zaytun Awards tadbiri nihoyat bo'lib o'tdi. Kecha tashkil etilgan ushbu tantanali oqshom haqiqiy bayramona muhitda bo'ldi. Tadbir davomida taniqli dizaynerlarning nafis moda namoyishlari, mashhur san'atkorlarning jonli chiqishlari mehmonlarga unutilmas taassurot ulashdi. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Feruza Normatovaning yaqinlari, do'stlari va hamkorlari ham ushbu quvonchli kunda uni tabriklash uchun tashrif buyurishdi. Kechaning eng ta'sirli lahzalaridan biri esa Feruza Normatovaning turmush o'rtog'i sahnaga katta guldasta atirgullar bilan kirib kelib, uni samimiy tabriklagani bo'ldi. Bu romantik lahza esa zalda yig'ilgan mehmonlarning olqishlariga sazovor bo'ldi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh qizlar. Men bu kiyimimni yechmay kiyaman deb o'zi ham shunaqa yoqadi. Har kun iloji bo'lsa har kun shuni kiysam. Hozir magazinga kirsam, shunda qizlar ushab olishdi deb materialini kelib ushab ko'rib, voy onam so'ragandilar, shunaqa materialli kiyimlarini oluvdim. Endi topib ber, shunaqasidan topib berdi-vatdilar, risi chiroyli ekan deb ushab onalarini oldilariga olib kirdilar meni. Xullas, men ularga aytdim, ertaga faqatgina bron qilsanglar bo'ladi kiyimlarni, chunki dushanba kuni bomba skidkaga qo'yyapman hamma narsamni. Bilasizlar, biz ko'chibamiz-ku. Shu munosabat bilan bunimizdan keyingi hafta oxiriga paftor keladi. Dushanba kunga adashmasam magazinda 5-6 ta qolganda hozirdan yozib olib qo'ysanglar, bron qilib qo'ysanglar bo'ladi. Makiyajga ketyapman, даже xosiyat ham shundan so'raganlar. Janna opa ham shundan so'raganlar. Yetqizolmay qoldim qizlarjonlar. Vobshe zo'r narsa, ishoninglar menga.